Ta'kidlash joizki, bugungi kunda harbiy xizmatchilarning huquqiy maqomi va ularni ijtimoiy himoya qilish masalalarini tartibga soluvchi yagona qonun mavjud emas. Shu jihatdan islohotlarning mantiqiy davomi sifatida harbiy xizmatchilar maqomi va ularni ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Mazkur qonun loyihasi harbiy xizmatchilarning huquqlari, imtiyozlari, kafolatlari hamda majburiyatlari bilan bog'liq munosabatlarni kompleks tartibga solishni nazarda tutadi. Xususan, qonun loyihasida harbiy xizmatchilarning huquqiy maqomi, huquq va majburiyatlari, javobgarligi, shuningdek ular va oila a'zolarining ijtimoiy va huquqiy himoya qilishning aniq mexanizmlari belgilab berilmoqda. Loyihaga ko'ra, harbiy xizmatchilar uchun davlat tomonidan kafolatlangan huquq va erkinliklar, cheklovlar, majburiyatlar va javobgarlik majmui harbiy xizmatchilar maqomi deb belgilanmoqda. Hujjatda harbiy xizmatchi maqomiga ega bo'lish va uni bekor qilish tartibi, xizmat o'tashning o'ziga xos xususiyatlari, xizmat intizomi, majburiyatlariga doir talablar aniq ko'rsatilmoqda. Qonun loyihasida harbiy xizmatchilarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlari alohida o'rin olgan. Jumladan, ularni moddiy ta'minlash, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, uy-joy bilan ta'minlash, majburiy davlat sug'urtasi, pensiya ta'minoti, xizmat vazifasini bajarish chog'ida jarohat olgan yoki halok bo'lgan taqdirda kompensatsiya to'lovlarini amalga oshirish kabi muhim kafolatlar qonun darajasida mustahkamlanmoqda. Shuningdek, loyihada harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasini mustahkamlash bo'yicha yangi imtiyozlar nazarda tutilmoqda. Xususan, harbiy xizmatdan bo'shatilgan va xizmat yillari 20 yildan kam bo'lmagan harbiy xizmatchilarni davolanishi uchun yiliga bir marotaba 75% imtiyoz asosida sanatoriy kurortlarga yo'llanma olish tartibi joriy etilmoqda. Shu bilan birga harbiy xizmatchilarga yiliga bir marotaba moddiy yordam to'lash, ya'ni ijtimoiy ahamiyatga ega kasalliklarga chalingan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini davolash uchun, baxtsiz hodisalar yoki boshqa tabiiy ofatlardan jabr ko'rganligi uchun, shuningdek harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining vafoti munosabati bilan bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha bo'lgan miqdorda moddiy yordam to'lab berish belgilanmoqda.